Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilarimiz. Bugun mana 2025-yil 21-noyabr sanasi. Ko'rib turganlaring mana apelsinlarimiz rosa hozirgi paytda pishib yetildi. Ko'pchilik obunachilarimiz so'raydi, sizlardan olayotgan ko'chatlarimiz Gamli navli apelsin navlaridan bo'lsa, uni mevalari qanaqa bo'ladi deb so'rashadi. Shuning uchun mana mevalarni sizlarga pishgan holatida ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu joyimizga faqat apelsin ekkanmiz hozir. Hamma ko'chatlarimiz apelsin. Bu ko'chatlardan ham biz shoxidan olib ulaymiz. Shuning uchun ko'paytirish uchun ekkanmiz. Mana mevalarini ham kelib ko'rishlaring mumkin. Mana bu tomonga olib o'tsangiz, mevalar hozirgi paytda mana rosa pishib yetilgan holatda. Hozir mana katta kichikliklari mana xuddi shunaqa holatda bo'ladi mana. Tayda teshigi yo'q, lekin mazasi juda ham shirin bo'ladi. Bu joyimizdagi apelsinlarimiz ekilganiga bir 7 yil bo'ldi hozirgi paytda. Hozir mana rosa mevani oldi, xudo xolasa bu yil ham. Agar bizdan siz ham shunaqangi apelsin ko'chatlarimizdan olib, qarovlardan to'g'ri qilib yetishtiradigan bo'lsangiz, apelsin ko'chatlaringiz mevasi xuddi shunaqangi holatda mana katta kichikliklari shunaqa bo'ladi. Bu apelsinlarda hozirgi paytda 35 ming so'm atrofida olishyapti. O'zimiz hali sotganimiz yo'q. Bularimiz hali kelgan mijozlarimiz tatib ko'rish uchun bu tupida turibdi. Ko'chat uchun kelgan mijozlarimiz kelishib, bu apelsinlarimizdan bemalol tatib ko'rib, mazasidan yeb ketishyapti. Agar sizga ham sitrus ko'chatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, kelsangiz shu paytda hozir mana daraxtlarimiz hammasida limon, apelsin, mandarin, kunkubat ko'chatlarimiz hammasida mevalari pishgan, kelib mevasini daraxtidan yeb ko'chatlardan bemalol olib ketishlari mumkin. Hozir men sizlarga mana apelsin daraxtimizdan mana mevasini uzib sizlarga mana ko'rsataman mana. Apelsinlarimizni mana bu apelsinimizni mana hozirgi paytda ichida urug'i bo'ladi, lekin mazasi shirin bo'ladi. Apelsinning juda ko'p navlari bor. Endi ichida shirin bo'lganligi uchun biz mana shu navdan ko'paytirib yetishtiramiz doim. Hozirgi paytda mana rosa pishib yetildi. Agar sizlarga shunaqangi apelsin ko'chatlarimiz va boshqa turdagi sitrus ko'chatlarimiz kerak bo'lsa, pastga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Hozirgi paytda kelsalaring, agar daraxtidan mevalarni uzib ko'rib, bemalol tatib ko'rish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Agar sizda qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol kommentariyga yozib qoldirishlaring mumkin. Bizning videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rish uchun kanalimizga obuna bo'ling.